Bu mashinaga ijtimoiy tarmoqlarda ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Keling, bu g'oya qanday paydo bo'lganini va amalga oshganini ko'rib chiqamiz. 2025-yil YEK kompaniyasi o'zining 20 yillik yubileyi munosabati bilan mijozlar yodida qoluvchi g'oya izlashayotganini ma'lum qilishdi. Va biz bir necha g'oyalarni ko'rib chiqib, mashina ustini gilam bilan qoplash g'oyasini taqdim etdik va ular qabul qilishdi. Biz bu g'oya orqali YEK kompaniyasi mijozlar ongida noodatiy imij bilan eslab qolinishiga ishonardik. Ko'proq qamrovni amalga oshirish uchun Toshkent, Samarqand va Farg'onadagi odamlar gavjum markazlarida mashinani joylashtirdik. G'oyani realizatsiya qilish jarayonida biz har bir kichik detalga e'tibor berdik. Mashinani gilam bilan qoplash uchun professional tuning atelyesi bilan hamkorlik qildik. Yurtdoshlarimizni bunga bo'lgan reaksiyalarni ko'rishingiz mumkin. Natija kutilgandan ham kuchli bo'ldi. Katta qamrov, ijtimoiy tarmoqlarda organik tarqatish va YEK brendi yana bir noodatiy reklama bilan mijozlar ongida qoldi. Maqsad bajarildi. Agarda sizga ham brendingiz uchun shunday noodatiy kontentlar qiziq bo'lsa, kommentariyada marketing deb yozib qoldiring va biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.